Assalomu alaykum Ramzo'z kanalining obunachilari. Assalomu alaykum YouTube chora ishqibozlari. Bugungi sanamiz 15-may. Manzilimiz Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumani kommunizmdamiz, o'rtoqlar. Ya'ni Nurafshon To'ytepaga juda ham yaqin joydamiz. Hurmatli og'alarim, hammalardan iltimos qo'ygan bo'lardik. Bir qator like tugmachasini bosib o'tishni unutmaysizlar. Xudo xolasa, Qurbon hayiti yaqin. Mana Qurbon hayitga sizlarga bir dehqon akamiz qo'llaridan juda ham chiroyli tarzda yetiltirib qo'yilgan qo'chqorlarning videosini boshlaymiz. Bir qator like tugmachasini bosib o'tishni unutmagan holatda. Ismingiz nima edi aka? Dilshod aka. Dilshod aka, xudo xolasa barakasini bersin. Juda ham chiroyli boqibsiz. Bunaqa holatga keltirishni o'zi emas. Qarang bularni boqib qo'yishganini. Xo'p, xudo xolasa, hurmatli og'alarim, Qurbon hayiti yaqin. Hammamiz xudo xolasa kimlardandir imkoniyati bor, kimdandir imkoniyati yo'q. Imkoniyati borlar Alloh dargohida qabul qilsin. Mana shunaqa chiroyli jonzotlarni ehson qilishinglarga xudo xolasa tilakdoshmiz. Qarang bularni, jonivorlarni. Xo'p. Do'stim, bular yoshi tish buzishni boshladi o'shanga. Tish buzishni boshladi. Xudo xolasa, bemalol qurbonlikka yaraydi. Ehsonga bitta kitob qo'yaman deydiganlar akalarimiz bemalol telefon qilaveringlar. Xudo xolasa, puli hurmatli og'alarim, oyoqda ham sotaveramiz deyishyapti. Xohlaganlarga taroziga ham qo'yib beraman deyishyapti. Sababini qarang, bularni yetiltirib qo'yganini qarang. Mana tarozi gapiraveradigan veslar turibdi-da oldingizda. Ha. Bu yerda necha kiloli deb o'ylaysiz? Eng oldi. Eng oldi. Taroziga qo'ymadik endi. Taroziga qo'ymadik, to'g'ri. Taxminan og'alarim necha kilo deb o'ylaysiz? Eng kattasi menimcha 90 plyuslar ham bor-ku. Adashmaganmizga, buni qarang. Lekin hammasi semiz, udar tayyor bo'lgan akalar. Qarang, videomizni boshidan oldin aytaylik-da, xudo xolasa hali bir hafta 10 kun bor, 12 kun bor ekan Qurbon hayitga. Buni bugun baraka qilib ketsa, ushlab bera olasizmi? Ha, boqib beramiz. Misol uchun bitta oladiganlarda bari uyga olib borsa, jag'i ochilib qoladi, bir xilla shunaqasi ham bor. Uni kelishilgan holatda boqib ham berasiz? Bu. Hurmatli og'alarim, like tugmachasini bosib o'tishni unutmanglar. Dehqonlar ham mazza qilsin mana akalar. Boqib ham beramiz deyishyapti. Hozir savdolashamiz, xudo xolasa chiroyli narxda qo'yib beramiz. Xo'p, do'stim, buni vaqt cho'zmaylikda tanlab olishga necha puldan qo'yib beramiz? Hozir oyog'ida aytamiz, keyin taroziga ham aytib beramiz. Tanlab olishga aka. Kelgan odam bari zo'rini tanlaydi, semizini tanlaydi-da. Bu yerda o'zi ozg'ini yo'q, lekin farqi bor, lekin 5 kilo, 10 kilo, 20 kilogacha farqlari bor. Eng kichkinasini, eng kattasini nazarda tutganda. Oldi tanlab olishga. Mana shu pachkaga kelgan odam, bugun kelgan odamga necha pul deymiz? Ramzoz aka 74, 73 emas aka, 72 dan tanlab olaversin. Uni savdosi bormi? Savdosi bor, kelishamiz aka. Bo'ldi aka. Eng pastigacha? Eng pastini 6.700 dan anaqa chiqarib beramiz aka. 6.700 dan chiqarib beramiz, uni ham savdosi bor. Endi hurmatli obunachilar, mana shu joyiga hozir kimgadir oyog'iga narx qimmat deyilgan bo'lishi, lekin chiroyli qo'yib berishdi. Buni hozir boqish ham o'zi emas, bunaqa holatdagi qo'chqorni bozordan topish ham osonmi? Chunki u juda ham chiroyli yetiltirib qo'yib, xudo xolasa aytgan vesini beradi. Taroziga necha pul deymiz? Taroziga 82 mingdan qo'yib beramiz aka. 82 mingdan, juda ham zo'r. Chunki bozorda 78 ming so'mdan 85 ming so'mgacha. Bunaqa to'la va yetiltirib qo'yganlariki 85-83 ming atrofida. Mana akalar 82 ming so'mdan taroziga ham qilib beraman deyishyapti. Bu yerda nechta soni? 19 ta. 19 ta. Yana ham bor-a? Bor, yana keyin bor. Buqa bor dedingiz. Hozir shuni ham qurbonlikka yo hali bormi, boquvmi? Yo'q, tayyor aka, qurbonlikka yaraydi. Ha, xudo xolasa
buqa so'yaman deganlarga ham hozir videosini ko'rsatamiz. Xudo xolasa videomizni oxirigacha ham ko'ring. Do'stim bularni Optimga so'rab qolishsachi. Ramaz aka Optimga so'rasa 7 milliondan. 7 milliondan? Ha. Uni ham chiroyli qilib o'tib berasizmi? Ha, xudo xolasa o'tib beramiz. Gap bo'lishingmas agar mana Optimga tirikchilikka olaman deydigan og'alarimiz bo'lsa, bu yil ham akalar shanba bozor kunga to'g'ri kelyapti. Hayit oldi bozori. Shanba Alimkentga va Olmaliqqa va bozor kuni Platina bilan Bo'kaga to'g'ri keladi. O'tgan yilgi praktikamizdan olganimizda, hurmatli obunachilar, yongan bozor, bilsanglar, Olmaliqda ham, Besiga ham to'g'ri kelmaydigan narxlar bo'lib ketgan. Kim esida bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. O'tgan hafta Qo'chqorlar video chiqsam, hayitda arzon bo'ladi dedi. Lekin akalar, hech kim xonadonda mehnat qilib, hamma bu qo'ychilarning kuni bo'ladi u. Hamma o'zi ham qimmat sotaman deydi. Lekin mana dehqon akalarimiz qo'llaridan 82 ming so'mdan taroziga, Optimga 7 million so'm tanlab olishingiz 72. Uni ham xayri bor. Mana qarang, dahshat-ku. Davom etamiz, hozir buqalarni ham chiqaramiz. Xo'p, aytib o'tganimizdek, bir dona buqalari ham bor ekan. Bularni ham juda ham chiroyli boqib qo'yishibdi. Xudo xolasa, katta buqa akalar. Vesini ham hozir taxminan aytib o'taman. Yosh qancha bo'ldi? Yosh 4 kurakda aka. 4 kuraga? Ha, jonivor. Baribir haqiqatdan ham kuraklarni buzdirib boqsangiz juda ham chiroyli bo'lib qolar ekan. Xo'p, vesi taxminan 500 yo'q-ku, ha? 500 dan oshadi. Oshadimi? 550 bo'lib qoladi aka. Barakasini bersin, ilohim aka 1 tonna chiqsin. Lekin bozordagi qaraganda xonadonda kichikroq ko'rinar ekan. Lekin balkim chiqib qolishi mumkin. Lekin buqani ko'ryapsiz aka, juda ham chiroyli semirtirib qo'yishibdi, qarang. Xo'p, do'stim, buni taroziga necha pul deymiz? Taroziga endi ko'pchilik gapiryapti, taroziga narxini aytaylik, keyin oyog'ini aytamiz. Tarozida 66 ming. Taroziga? Aha. Kamini qilib berasiz? Kelishamiz u ham. Bo'l. Oyog'ida necha pul deysiz? Oyog'ida 40 million kami bor. 40 million kam bor, gap bo'lishingmas akalar mana. Xohlasangiz tarozida, xohlasangiz oyog'ida, buni ham xudo xolasa kelishib, savdosini qilaverasizlar. Xudo xolasa video roligimiz yakunladik og'alar. Qurbon hayitga niyat qilganlar mana juda ham chiroyli jonivor. Albatta, qo'ylar ham xohlasangiz buqa, xudo xolasa hammamizga mana shunaqa buqalardan qurbon hayitlariga 4 ta so'yish nasib qilsin. Hammalarni chorvalarga baraka, xudo xolasa dehqonlarimizga daromad kelsin.